Xo'sh, nima deyishim kerak? Nimani eshitmoqchisan? Nega qo'ng'iroq qilmading? Nega menga qo'ng'iroq qilmading? Nahotki bir og'iz tushuntirishga arzimasam? Nega menga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni o'zgartirish uchun imkon bermading? Yoki loyiq emasmidim? Afsusdaman. Afsusdasan? Nega meni bunday munosabatga loyiq ko'rding? Nima uchun? Unday qila olmasdim. Nima uchun bunday qila olmasding? Shuning uchun qila olmasdim. Javob ber. Chunki ovozingni eshitishim bilan qarorimdan qaytardim. Demak, o'ylashingcha, faqat senga og'ir bo'libdi-da. Sensiz holim qanday kechganini bilasanmi? Xudo bergan har bir kuni yolg'izlik bilan kurashardim. O'ylaysanki, men biror marta ham harakat qilmadimmi? 100 ming martalab telefonni oldim va raqamingni terdim. Tushunyapsanmi?